Amerika prezidenti Joe Biden bilan xonimi Jill Biden 2 may, ya'ni Roza hayitining 1-kuni tushdan keyin Oqsaroyda musulmonlarning Roza hayiti munosabati bilan maxsus tabriklash ziyofati bergan. Ziyofatga Amerikadagi hukumat organlari, har qaysi sohalar va jamoatlarning vakillari, shundaqla musulmon davlatlarning diplomatlari qatnashgan. Mazkur ziyofatga Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining muavin raisi Nuri Turkal apandimi qatnashgan. Uningdan boshqa yana bu ziyofatga Uyg'ur jamoatiga vakolatan Xitoy turmusidagi doktor Gulshan Abbosning qizi Ziba Murod taklif qilingan. Biden Roza hayit munosabati bilan so'zlagan nutqida Uyg'urlarni alohida tilga olgan. O'zbekiston chegara mudofaa atritining Qirg'izistonning Jalolobod shahridagi Alabuka rayonida Qirg'iziston fuqarolarini nishon qilganligi va bu voqeada 3 Qirg'iziston fuqarosining hayotidan ayrilganligi o'tirib qo'yildi. Egilanishicha, O'zbekiston va Qirg'iziston chegara muhofazat qismlarining vakillari bu voqea to'g'risida suhbat olib borgan. Yana bir tarafdan O'zbekiston chegara muhofazat qismlari O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida qazo qilganlarning askarlarga hujum qilgan atkazchilar ekanligini e'lon qildi. Vengriya bosh ministri Viktor Orban Yevropa Ittifoqi komitetining Rossiyadan neft import qilishni cheklash taklifini qo'llamaydiganligini e'lon qildi. Orban Vengriyada port bo'lmag'achqa neftning hozir turba yo'li orqali Rossiyadan keladiganligini ta'kidlab mundaq dedi. Agar neft embargosi qabul qilinsa, bu Vengriya iqtisodiga tashlangan atom bombasidan derak beradi. Xitoyning Xunan o'lkasida o'rilib tushgan 8 qavatli binoda hayotidan ayrilganlarning soni 53 ga yetgan bo'lib, qutqizish xizmatlari oxirlashgan. O'rilib tushgan binoning xarobiligidan 10 odam tirik qutqizib chiqarilgan. Ukrainaning muavin bosh ministri Irina Vereshchuk Rossiya bilan mahbus almashtirish elib berilganligini va bu ramka ichida 11 ayolni o'z ichiga olgan 41 ukrainalikning qutqizib olinganligini e'lon qildi. Vereshchuk bayonotida qutqizib olinganlarning 28 nafarining askar, 13 kishining puhra ekanligini aytdi. Xitoyning Sharqi Turkistondagi kishilik huquq tafsirchiligi jumladan Uyg'urlarni majburiy emgakka selayotganligi patpat xalqaroning diqqatini tortib keldi. Yangi e'lon qilingan bir dokladda yangi texnika orqali xalqaroda donliq markalardagi majburiy emgakning izlari bayqalgan. Germaniyalik tadqiqotchilar Adidas, Puma, Hugo Boss qatorliq dunyoga donliq markalarning mahsulotlarini izotopliq analiz qilish orqali bu mahsulotlarda Xinjiang paxtasining izi borligi bayqalgan. Egilanishicha, Germaniyaning Yevropaga danglab agroizolab tajribaxonasi bilan Hochschule Niederrhein universitetidagi tadqiqotchilar Puma, Hugo Boss va Adidas qatorliq markalarning maykallari ustida izotopliq analiz elib berib, yuqori natijaga erishgan.